Ey g'os, meni o'zing bilan olib ket O'zbekiston tarafga. Ey g'os. Mahallamizga o'zi yengib tashlagban qo'yib qo'ysak bo'laver ekan, akalar boy mahalla deb konvertatsiya qilib qo'ysak mahalla nomini mana Gentraga o'xshagan konserva bankani hisobga olmasa hammadan Mercedes olib ketibdi. Boy mahalla dedimmi yo mol mahalla dedimmi tushunmadim. Boshqatdan eshitiladi. Bitta oddiy narsa esimdan chiqib qolibdi. Amerikaliklarda pul ko'paygandan keyin o'zlariga bitta alohida mahalla ochib, ularni shlagbaumlar bilan to'sib, hech kimni kirgizmaydigan qilib, gaz bilan svetni o'chmaydigan qilib qo'yishmaydi. Hamma bu yerda bir xil. Esimda ham yo'q shu oddiy narsalar. Mashinasiga ham, soqqasiga ham qarashmaydi. Hammasi bitta joyda bir xil yashashadi. Bu oyoqni qaranglar. Aypag'i Nike ekan, original bo'lsa kerak, boy ekan. Oraga sizlarga bitta qo'shimcha qilib aytib o'taman, chunki mendan rosa ko'pchiliginglar so'rayapsizlar shu gap rostmi aka deb. Ya'ni internet tarmoqlarida rosa tarqayapti, juda ham tez gapiryapman, bilyapman o'zim ham. Ya'ni Amerikaga kelish bo'yicha har xil migratsion ishlar boshlandi, $3,500 oylik va hokazo tudim-sudim. Akalar, hech qanaqa hali hech narsa boshlangan yo'q, shunchaki hali переговор bo'lyapti. Internetda bu hamma любой narsani shu like prosmotr yig'ish uchun razduvать qilishadi. Bunaqa qilib. Ishonmanglar, ertaga qanaqadir konsalting servislar, markazlar, agentstvalardan pulni olib jo'natamiz, deydigan bo'lsa, bermanglar bir tiy, hammasi musor, hammasi bir pul. Unaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, ofitsial boshlandi deb aytiladi va Gosstruktura tomonidan migratsiya xizmati, ya'ni agentligi O'zbekistonnikidan tomonlama sizlar jo'natadi. Hali har xilani bo'lar bo'lmasa agentlar qilmaydi bu ishni. Yana bitta qo'shimcha, bugun Ukraina hamda Rossiya biznesmeni Leonid Ravinskiy, ya'ni hammalar bilgan va hammalar ilonni bo'g'adigan OnlyFans yaratgan odam rak kasalligi orqasidan vafot etdi. OnlyFansdagi qizlar yig'lab o'tirgan hammasi.